o'zi audio jurnal g'oyasi bu yangi g'oya emas. Biz velosiped yaratmadik. Bu qonun ishlamayapti, u qonun ishlamayapti, bizni kamsitishyapti. Bu ovozli xabarlar unga yetib borsa ko'ngliga tegmasin. Ko'p joylarda bekatning o'zi yo'q, faqat belgini o'zi bor. Inklyuziv ta'lim bo'lmayapti, unaqa bo'lmayapti deb, keyin shu bilan hamma xayrlashib, tamom. Assalomu alaykum hammaga, hurmatli do'stlar. Bugungi inklyuziv suhbatimiz mehmoni Ozod aka Qurbonov. Ozod aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum hammaga. Ozod aka juda ham ajoyib suhbatdosh, chunki menga qiziq bo'lgan sohada faoliyat yuritadilar. Bu inklyuziv media sohasi va hozirgi kunda Tiflomedia O'zbekistonda birinchi mustaqil audio jurnal ta'sischisi hisoblanadilar. Yaqinda filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori unvonini ham oldilar. Shu bilan tabriklaymiz Ozod aka. Rahmat. Bugungi suhbatga vaqt ajratib kelganingiz uchun katta rahmat. Afsus, o'tgan safar o'tkaza olmadik. Biroz meni sog'lig'im bilan bog'liq muammolar tufayli bo'lmay qoldi. Shuning uchun men avvalo sizdan, qolaversa obunachilardan shu suhbatni kutayotgan, kuzatayotganlardan uzr so'raymiz. Endi uzrimiz sifatida bugun shu suhbatni qiladigan bo'ldik. Bugungi suhbatimizni tinglayotganlarga men yana bir marta eslatib o'taman. Sizlar ham savol berishingiz mumkin mehmonimizga. Ya'ni birinchi podkastimizni birinchi yarmida men tayyorlagan savollarni beraman Ozod akaga. Keyingi yarmida sizlar o'zingizlarni qiziqtirgan savollarni qo'linglarni ko'tarib yoki shu kanalimda izohlarda yozib bersanglar bo'ladi. Ozod aka, endi birinchi savol doimiy meni savolim har bir mehmonga bu o'z hayot yo'lingiz qisqacha gapirib bera olasizmi? Ya'ni qayerda o'qigansiz, mehnat faoliyatingiz qayerda boshlangan, hozir nima qilyapsiz? Shular haqida. Xo'p, rahmat. Avvalo aytib o'tishim kerak, menda ko'rish bo'yicha nogironlik bor. Shuning uchun men bugungi kunda 77-sonli deb yuritiladigan Toshkent shahridagi maxsus maktab internati Nurli maskanda tahsil olganman. U yerdan bitirib ona tili va adabiyot fani bo'yicha fan olimpiadasi g'olibi sifatida 2006-yil O'zbekiston Milliy universitetiga imtiyozli tarzda o'qishga qabul qilinganman. 6 yillik faoliyat o'sha yerda o'qish faoliyati davom etgan, ya'ni filologiya yo'nalishi bo'yicha. O'zi asli mutaxassisligim adabiyotshunoslik va yoshligimdan jurnalistikaga, aynan radio yo'nalishiga juda qattiq qiziqish bo'lgan menda. Lekin o'sha har doim biz ko'p takrorlab o'rgangan ijtimoiy to'siqlarga ko'ra meni radioga ishga qabul qilishmagan. Juda ko'p borganman lekin ish so'rab. Va baribir o'sha taqdirimizda jurnalistika bor ekan. 2014-yilda O'zbekistonda hozirda yagona hisoblangan Bir Safta jurnaliga o'sha paytdagi bosh muharrir, meni jurnalistikadagi birinchi ustozim Abduset aka Mirhamidov meni ishga taklif qilganlar va o'sha publisistik maqola yozish, uni tahrir qilish, suhbatdoshlar bilan qanday intervyu o'tkazish, umuman jurnalistik surishtiruv nima, ana shu haqida juda ko'p o'zlarini tajribalarini o'rgatib, o'rtoqlashib 2020-yil yakunigacha ana shu yerda maxsus muxbir sifatida ishladim. Undan keyin bu qiziqishlarimiz ilmiy faoliyatga ulanib ketdi. O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universitetida 2021-yilda stajyor tadqiqotchi sifatida ish boshladim. Mavzuyimiz aynan o'sha ko'zi ojizlarga ixtisoslashgan alohida jurnallar, gazetalarga qaratilgan edi boshida. Keyinchalik bu ilmiy ish jarayonida biroz kengayib, bu bo'yicha o'sha formatlarga va boshqa mavzularga ulanib ketdi. Hamda o'sha Tiflo jurnalistika genezisining ilmiy nazariy muammolari degan mavzuda ilmiy ishni boshladik. O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor, filologiya fanlari doktori professor Nozima Murodova ilmiy rahbarligida. Va mana shu faoliyatni yakuni sifatida boya aytib o'tganingizdek 2025-yil 11-yanvar kuni aynan mana shu mavzuda dissertatsiyani yoqlab oldik. Qisqacha shu.
Judayam yaxshi, rahmat katta. Yana bir bor tabriklaymiz. Judayam bu katta marra. Har bitta Rahmat. ilmiy xodimni o'sha o'zini yo'nalishida tadqiqotchini. Menga har doim o'sha qiziq bo'lgan bu o'sha siz aytib o'tgan bir safda O'zbekiston ko'z ojizlar jamiyati muassisligidagi bir safda jurnali. Mana shu jurnal ko'pchilikka balki bizni auditoriyamizga balki ma'lum bo'lishi mumkin, lekin ko'pchilik bilmasligi mumkin shu jurnal haqida. Men tahririyatga ham borgandim, sizlar bilan uchrashganim esingizda bo'lsa, 19. 19-yilda. Bu jurnal o'zi qanday jurnal? Kimlar uchun yoziladi bu narsalar? Shu haqida bir gapirib bersangiz. O'zi umuman ayb emas. Bugungi kunda juda o'rganib qolganmiz. Ya'ni maxsus nashrlar ko'z ojizlar uchun ixtisoslashgan, umuman nogironligi bo'lgan shaxslar uchun ixtisoslashgan nashrlardan nafaqat jamoatchilik, balki soha vakillari ham odatda bexabar bo'lishadi. Shuning uchun buni hech ayb hisoblamay qo'ydik, ayniqsa oxirgi matbuotdan uzoqlashayotgan bir paytda. Xo'p, bir safta jurnali 1957-yil sentyabr oyidan faoliyat yuritib boshlangan. Bu aynan o'sha ko'zi ojizlar hayoti, umuman ko'zi ojizlarning hayotini yorituvchi, qolaversa ko'zi ojizlarga o'zlarini bir fikrlarini aytish uchun bir platforma o'laroq faoliyatini boshlagan. Bugungi kunda demak bir safta jurnali mana 57 bo'lsa, 68-yilini boshlabdi, xudo xolasa 68 yillik faoliyatini boshlabdi. Bu ijtimoiy, badiiy, adabiy jurnal hisoblanadi. Bu yerda juda ko'p sohalar, ko'z ojizlarga tegishli bo'lgan xos mavzular yetakchilik qiladi. Ya'niki bugungi kunda ma'lumki, umuman o'zi hamma davlatda ham, jumladan O'zbekistonda ham ommaviy axborot vositalarida nogironligi bo'lgan shaxslar, masalan, deylik ko'z ojizlar haqida bir alohida rukunlar, alohida kunlar yo'q. Shuning uchun har bir nogironligi bo'lgan shaxs o'zini hayotiga doir, o'zini mavzulariga doir, o'ziga tegishli bo'lgan mavzularga doir materiallarga ehtiyoj sezadi. Va mana shu ehtiyojni men o'ylayman, yaxshi ma'noda imkon qadar shu qondirishga harakat qilayotgan nashrlardan biri bu bir safta jurnali. Bu yerda ko'plab sohalar, masalan, huquq, tibbiyot, ta'lim va boshqa ko'plab IT masalan yoki mustaqil harakatlanish ko'nikmalariga doir mavzular yoritiladi. Men bu mavzularni shartli ravishda ikkita qismga bo'laman. Ya'ni o'sha ko'z ojizlarga bevosita va bilvosita aloqador bo'lgan mavzular. Bevositalar boya yuqorida aytganimdek, ko'z ojizlar hayotiga, to'g'ridan-to'g'ri ularning yashash tarziga, ta'limiga, huquqiga aloqador bo'lgan mavzular. Ikkinchisi esa bilvosita bu ko'z ojizlarning qiziqishidan kelib chiqadigan mavzular. Bo'lishi mumkin adabiyot, sport kabi mavzular. Va bir safta jurnali bugungi kunda o'sha ko'z ojizlar hayotini agar obrazli qilib aytadigan bo'lsak, ko'z ojizlar hayotining bir oynasi sifatida tasvirlash mumkin. Va har yili demak 6 marta, yiliga 2 oyda bir marta, har yilda 6 marta bu jurnal nashrdan chiqadi. Tushunarli, juda ham qiziq. Ayniqsa shu Sovet paytida 57-yil dedingiz, ta'sis etilgan. Shu yillardan beri yozib kelinayotgan jurnal ekan. Menimcha bu unikal holat, chunki misol uchun O'zbekiston karlar jamiyati yoki O'zbekiston nogironlar jamiyati yoki boshqa tashkilotlarda unaqa jurnal ko'rmaganman, to'g'risini aytsam. Jurnal yo'q, faqat ko'z ojizlar jamiyatida bor unaqa jurnal. Shunday. Endi mana bu loyiha haqida gapirsak, Tiflo Media audio jurnal, ya'ni jurnal bir safta bor ekan. Tiflo Media nima uchun kerak? Ya'ni bu qanday yangilik olib keladi va nima uchun bu loyihani boshlashga qaror qildingiz? Bu loyiha ham O'zbekiston ko'z ojizlar jamiyati qoshidami hozir moliyalashtirilishi? Rahmat savol uchun. Juda ham men kutgan savolni berdingiz, chunki ko'pchilik beradi bu jurnal nimaga kerak degan savol. O'zi umuman boshdan aytadigan bo'lsam, o'zi audio jurnal g'oyasi bu yangi g'oya emas. Biz velosiped yaratmadik. Jahonning ko'plab davlatlarida ko'rish bo'yicha nogironligi bo'lgan odamlar uchun bosma nashrlar va audio nashrlar faoliyati yo'lga qo'yilgan. Hattoki ko'pgina davlatlarda, masalan Rossiya deylik, Germaniya, Turkiya kabi davlatlarda audio jurnallarni turli sohalarga bo'linib ketgan
versiyalari ham borda. Masalan, bizda hozir faqatgina Tiflomedia bo'ladigan bo'lsa, masalan, Turkiyani o'zida 10 dan ortiq audio jurnallar bor. Umumiy mavzularni oladi, turli sohalarga ixtisoslashgan bo'ladi. Endi bizda nima uchun ehtiyoj bor bu narsaga? Avvalo audio formatdagi jurnal masalasi O'zbekistonda, o'zbek mediasida muammo. Ommaviy nashrlarni ham audio ilovalari yo'q bo'lgan ayni bir paytda ko'z ojizlar uchun ovozli axborotga bo'lgan ehtiyojni qondirish uchun bu Tiflomedia audio jurnal faoliyati yo'lga qo'yildi. Audio jurnal bu hamma uchun qulay, tinglab qabul qilishga qulay bo'lgan axborot tizimi hisoblanadi va demak o'sha ko'z ojizlarni Braille savodxonligiga ega bo'lmagan turi bor yoki keyinchalik ko'rish qobiliyatini yo'qotgan insonlar bor. Va bular uchun ham o'zlariga qiziq bo'lgan formatlarda, ya'ni qulay bo'lgan formatlarda axborot olish huquqi bor. Shu ma'noda biz shu bir safta jurnaliga bir yordamchi o'laroq mana shu jurnalimizni davomi sifatida, chunki shu jurnaldagi tajribalarim asosida faoliyatini yo'lga qo'yganman. Tiflomedia audio jurnal faoliyatini yo'lga qo'ydik. Ovozli formatda, hozircha juda ham kichkina, ya'ni 12 ta rukundan iborat. Bu yerda asosan shu ko'z ojizlarga qiziq bo'lgan mavzular 50-50 qo'yilgan. Ya'ni xos mavzular va yuqorida aytgandek bevosita va bilvosita mavzular, to'g'ridan-to'g'ri va qiziqishlardan kelib chiqqan mavzular, oddiyroq tilda aytadigan bo'lsak, 50-50% da yoritiladi. Endi bugungi kunda menga yaqinda bitta savol berdi. YouTube'da audio kontentlar juda ham ko'p. Ko'z ojizlar ham masalan internetdan foydalana oladi. Shunday audio kontentlar ko'payib ketgan zamonda sizni Tiflomediangiz nimasi bilan ajraladi? Bu o'sha ko'z ojizlarga xos bo'lgan mavzularni yoritishi bilan ajraladi. Audio kontentlar ko'p, lekin ularning orasida masalan men aytaylik IT texnologiyalari bo'yicha biror bir narsani o'rganmoqchiman. Lekin o'zbekcha material yo'q. Garchi audio kontent ko'p bo'lsa, ular orasida menga aynan o'zimga moslab o'rgatadigan kontent yo'q. Xuddi shu mantiqdan kelib chiqib boshqa mavzularni ham aytish mumkin. Shu o'zimga qulay bo'lgan, o'zimga tushunish oson bo'lgan formatda va material yo'q. Shuning uchun shu ehtiyojdan kelib chiqib Tiflomedia aynan ko'z ojizlarga avvalo o'zlariga qulay formatda va ularga tushunarli bo'lgan tilda yozishga harakat qilamiz, yoritishga harakat qilamiz mavzularni. Tushunarli deganda nima tushuniladi? Masalan, imkon qadar ilmiy terminlardan, murakkab jumlalardan qochishga harakat qilamiz, chunki turli darajadagi tinglovchilar borda. Hamma ham aytaylik o'qituvchi emas, hamma ham olim emas, hamma ham shoir emas masalan. Shuning uchun hammaga birday qabul qilishga qulay bo'ladigan faoliyatni yo'lga qo'yishni maqsad qilganmiz va bugungi kunda harakat qilyapmiz shuni uddalashga, chunki izohlardan, qo'ng'iroqlardan, maktublardan shu o'zini nimasini bildirib turibdi. Endi bu jurnal o'zi meni dissertatsiyamni amaliy ko'rinish sifatida O'zbekiston Jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universitetida boshlangan faoliyat. Ikkita sonini aynan shu universitetda yozganmiz. Hozir ham studiyasidan foydalanib kelyapmiz va 2024-yil iyun oyidan Ko'z ojizlar jamiyati raisi Ergash Norpo'latov shunday taklif berdiki, shu Tiflomedia audio jurnalini O'zbekiston Ko'z ojizlar jamiyatining matbuot nashri sifatida ro'yxatga olsak degan taklifni berdi va bu taklif hozircha hali ham o'zini kuchida turibdi. 2024 iyul oyidan boshlab biz O'zbekiston Ko'z ojizlar jamiyati muassisligida, shu bilan birga O'zbekiston Jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti muassisligida faoliyatimizni davom ettirib kelyapmiz. Tushunarli, juda ham qiziq. Men ham obuna bo'lganman. Albatta, hozirgi bugungi tinglovchilarimizga ham shu Tiflomedia jurnaliga ham obuna bo'lishni taklif qilaman. Juda ham qiziq mavzular ko'tariladi. O'zim ham esimda bor, suhbat qilgandik siz bilan. Shunaqa. Suhbatim ham joylangandi. Bu safar bugun meni kanalimga mehmon bo'ldingiz bugun. Rahmat. Menda bitta savol o'sha tug'ilyapti shu masalada. Menda ham ko'p so'rashadi. Mana Sovet paytidan qolib ketgan bir meros sifatida ham ko'rinsa bo'ladi. O'sha nogironligi bo'lgan shaxslarning ma'lum bir toifasi asosida ajralib istiqomat qilishi, yashashi, mehnat faoliyatini ko'rsatishi. Misol uchun sizga hech savol berishmagan, mana shu nimaga alohida ko'zi ojizlar uchun alohida jurnal kerak? Nimaga buni
umumiy jurnal sifatida inklyuziv qilsa bo'lmasmidi? Nimaga ular uchun alohida bu yana ularni chetlatib qo'yish emasmi degan savol berishmaganmi? Yo'q, chetlatib qo'yish emasmi degan ma'noda so'rashmagan, lekin aynan ko'zi ojizlar uchun alohida jurnalni nima keragi bor degan savolni berishgan. Va uni biroz qo'polroq versiyada ham berishgan. Bir safta jurnali bor paytda ikkinchi jurnalga nima bor degan savolni berishgan. Endi bu alohidalashtirish masalasiga keladigan bo'lsak, boya aytganimdek, bu umumjamiyatdagi vaziyatdan kelib chiqib baholaymiz-da buni Dilmurod. Masalan, xuddi biz ta'lim olganda yoki ishga joylashganda yoki odamlar bilan muloqotga kirishganda bugungi kunda O'zbekistonda qanday ijtimoiy to'siqlarga duch kelayotgan bo'lsak, axborot sohasida ham ana shunday ijtimoiy to'siqlar bor. Boya aytganimdek, o'sha ko'zi ojizlarga o'zlariga tegishli bo'lgan mavzularni bugun siz ommaviy axborot vositalaridan topolmaysiz. Ya'ni umuman nogironligi bo'lgan shaxslar deb gapiraylik. Nogironligi bo'lgan shaxslarni qiziqishidan kelib chiqqan mavzularni ommaviy axborot vositalaridan topolmaysiz. Shuning uchun alohida nashrlarga, alohida platformalarga ehtiyoj bor. Shu asosan. Yana shu o'rinli savol bo'lyapti menda. Hozir javobingizga qarab, nimaga ommaviy axborot vositalari, ya'ni o'sha umum OVlar desak, nimaga ular mana shunday kontentlarni yaratishni xohlashmaydi? Balki qiziqish yo'qmi bu nogironligi bo'lgan shaxslarga kontent yaratishda? Yoki avvalo noto'g'ri yoritib qo'yamanmi deb qo'rqishadimi? Yoki nimaga unaqa yaratishmaydi? Yo'q, avvalo xabardorlik yo'q. Biz eng katta muammomiz xabardorlik masalasi muammo. Deylik, masalan, bugungi kunni ko'zi ojiz talabasi yoki boshqa toifadagi nogironligi bo'lgan talabasi yoki nogironligi bo'lgan ishchisi, olimi, shoiri, san'atkori, umuman nogironligi bo'lgan fuqaro nima haqida o'ylayapti? Uni bugungi ehtiyojlari nimada iborat? Ehtiyoj deganda biz moddiy ma'noda, tor ma'noda tushunmaylik. Umuman ma'naviy ehtiyojlari, axborotga bo'lgan ehtiyoji nimada degan savolga bugungi kunni jurnalistida javob yo'q. O'zi bilmagandan keyin xabardor bo'lmagan narsani qanaqa qilib masalan yoritishi mumkin? Hattoki shunday holatlar bo'ladi. Mana biz bakalavr jurnalist talabalar kelishadi, savollar berishadi. Ba'zi masalalarni nogironligiga doir ma'lumot bo'lgandan keyin mendan so'rashadi, uni buni deb. Men hattoki nima deydi, qo'pol qilib aytganda chaynab tushuntirib qo'ysangiz ham, shuni baribir o'sha ko'ngildagidek qilib yoritib bera olmaydi-da. Hali tajriba ham yo'q. Xabardorlik bilan birga bu borada tajriba ham yo'q. Vaholanki aslida alohida xodimlar ishlash kerak buning uchun aslida. Lekin mana Amerikada alohida telekanal bor. Yoki deylik ommaviy kanallarda ham dasturlar bor. Yoki o'sha formatlar masalasini olaylik. Oddiy ommaviy axborot vositalaridagi oddiy xabarlar nogironligi bo'lgan shaxslarga moslashmagan. Qani qaysi birida surdo tarjima bor, qaysi birida tiflo kommentariya bor. Vaholanki men dissertatsiya doirasida o'rgandim. Ko'pgina Yevropa mamlakatlarini kattagina foizi, masalan Germaniyada 40% telekontentlar tiflo izoh bilan beriladi. Yoki Amerikada undan ham kattaroq foizlar ko'rsatilyapti. Bizda qani bu masalani siz foiz tugul donalab ham ko'rsata olmaysiz-da. Shuning uchun alohidalashtirishga majburmiz ommaviy axborot vositalarini, ya'ni ommaviy matbuotga kira olmaganimizdan keyin alohidalashtirishga majburmiz. Endi ommaviy matbuotda ham nogironlar hayoti yoritiladi. Bu menimcha suhbatimizning keyingi qismi bo'lsa kerak. Lekin u umuman boshqa narsa. Aynan shu haqida so'ramoqchi edim. Keyingi savolimga o'tib ketdik. Ya'ni o'zi qanday yoritilyapti shu nogironlik masalalari o'zbek mahalliy mediasida? Mana o'zi sizni qoniqtiradimi bu yoritish? Sizni javobingizga qaraganda umuman tushuncha kam, nimani yoritishni bilishmaydi. Menimcha holat abgor. Bizni fikrimizcha. Men oddiy o'sha axborot qabul qiluvchi sifatida ham va bugungi kunda nokamtarlikka yo'ymasangiz, shu yo'nalishning mutaxassis sifatida ham agar baholaydigan bo'lsam, siz aytgandek masala juda ham og'ir. 2019-2024 yillar ommaviy axborot vositalarida yoritilgan 85 ta materialni o'rgandim Dilmurod dissertatsiya doirasida. Bu
materiallarni man statistika uchun aytib qo'yapman. 35 tasi telekontentlar, ya'ni teleko'rsatuv lavhalar, 28 tasi radio efirlarida, 9 tasi bosma matbuotda va 13 tasi internet nashrlarida yoritilgan mavzular. Endi bevosita tiflo bo'lgani uchun men faqat ko'z ojizlar doirasida oldim, lekin boshqa toifadagi nogironlarga ham nisbat berganda holat bir xil. Ahvol juda ham achinarli holatda. Buni sabablari ko'p. Sabablari avvalo jurnalistni bu boradagi o'sha tushunchasini yo'qligida, maqsadni noto'g'ri qo'yilganligida va eng o'zi mana fundament noto'g'ri qo'yilsa, qurilayotgan obyektimizni ahvoli nima bo'lishi ma'lum. Xuddi shunday bu borada ham o'sha maqsadni noto'g'ri qo'yilishi tayyorlanayotgan kontentni darajasini belgilab beradi-da. Biz mana siz juda ko'p tadqiqotlaringizda qo'llagansiz, umuman bugungi kunda ko'p uchraydi. Ijtimoiy model, tibbiy model degan tushunchalar. Bugungi kunda o'sha bugungi jurnalistikamizda nogironligi bo'lgan shaxslarning muammolari sifatida birinchi o'rinda ularning nogironligi ko'rsatiladi. Ya'ni bu yerda o'sha boya konvensiyaning ta'rifiga keladigan bo'lsak, o'sha tibbiy model yetakchilik qiladi va bu tayyorlanayotgan kontentlar odamlarni tasavvurida ko'pgina stereotiplarni paydo qiladi yoki borini ham ko'paytirib yuboradi. Shuning uchun maqsad birinchidan noto'g'ri qo'yiladi. Ikkinchidan u yerda qo'llaniladigan iboralar noto'g'ri qo'llaniladi va shuning oqibatida bugungi kundagi ahvolni juda yomon deb baholash mumkin. Hatto men aytishim mumkin, rivojlanish paytida sekin-sekin yaxshilanadi, yo'q. Men bu narsani hali yaxshilanish darajasiga burilganini ko'rmadim, ochig'ini aytaysiz. Juda ham qiziq. Aynan shu keyslar haqida gapirdingiz. Shu ilmiy ishingizda ham tahlil qilingan 80 dan ortiq, 85 dedingiz-a? Keys. 85 ta. Shularning ichida eng bir shokka tushiradigani bormi? Bir bizga bo'lishadiganingiz, ya'ni eng stereotipi eng uchiga chiqqanidan. Men avvalo shu lavha qahramoni, men o'zim yaqin qadrdon ukam, Xayrullo Ruhudinov degan yigit. Bu ovozli xabarlar unga yetib borsa ko'ngliga tegmasin. Mana shu yigit haqida Sevimli telekanalida Zamon informatsion dasturida adashmasam berilgan lavha meni juda dahshatga solgan. Avvalo bu yigit haqida gapirsam, bu yigit ko'rish bo'yicha nogironligi bo'lgan shaxs va o'sha ingliz tilida bilim va malakani baholovchi o'sha IELTS sertifikatiga ega bo'lgan kam sonli ko'z ojizlardan biri. Endi shu yigit haqida lavha bo'lyapti. Jurnalist shunday yondashyaptiki, avvalo u yigitni shu nogironligi bo'lgan inson sifatida tug'ilish tarixiga to'xtalib aytayaptiki, Xayrullo Ruhudinov deydi, dunyoga keldi-yu ota-onasiga ham quvonch, ham qayg'u olib keldi. Masalan, buni qanday baholash mumkin? Bu hech qanaqa bir jurnalistga etkar, hatto Xayrullo buni sudga bersa ham yutardi-da agar. Chunki bu kishini shaxsiyatiga tegish, haqoratlash bilan barobar. Va keyin aytayaptiki, u ko'zi ojiz bo'lishiga qaramay deydi, ingliz tilini o'rgandi deydi. Endi masalan, bilmadim, biror nimani o'rganish uchun ko'zi ojizlik qay darajada xalaqit beradigan nuqtalar ham bor, lekin til o'rganish uchun, bilim olish uchun ko'zi ojizlik bilmadim endi. Va yana aytadiki, umuman bu yerda nima deydi? Imkoniyati cheklangan yoshlar degan iboralar juda ko'p qo'llaniladi o'sha. Bu lavhani to'liqligicha diskriminatsiya deyish mumkin, to'liqligicha. Va yana bir holat, bevosita o'zim qatnashgan bir tadbir, Ko'z ojizlar jamiyati Yunusobod tuman bo'limini 13-noyabr Ko'z ojizlar kuni munosabati bilan tadbir o'tkazdi va o'sha tadbirni homiy sifatida Erel Group kompaniyasi homiylik qildi u tadbirga. Va shu lavha bir vaqtning o'zida ham Sevimlida Zamonda ketyapti, ham Mening yurtim kanalida Hudud informatsion dasturida ketyapti. Zamon informatsion dasturida aytayaptiki, bugun xayriya ehson qiladigan kun, chunki ko'z ojizlar kuni va bu xayriya aksiyalarini davom ettiryapmiz. Erel Group mana bugun mana bunaqa qildi, bunday qildi, falon qildi, piston qildi va oxirida aytayaptiki, mana shu xayriya paketlarini ulashib Erel Group kompaniyasi Toshkent shahar Yunusobod tumanidagi o'ksik qalblarga shodlik ulashdi. Umuman 13-noyabrni o'zi nima? Bu kuni
Nima uchun aynan ko'z ojizlar kuni deyilgan? Nimalar yoritilishi kerak bu kunda? Nima masalalar ko'tarilishi kerak? Umuman bexabar. Даже nol holatda desa ham bo'ladi. Endi xuddi shuni teskarisi man xursand bo'lganman. O'sha MyFive'da Hudud kanalida berilyapti. 13 noyabr shu bevosita kun tarixini chiroyli qilib qisqacha jumlalarda tushuntirib berdi va bu kunda ko'proq shu ko'z ojizlar masalalariga, ijtimoiy muammolariga e'tibor qaratilishi kerakligi haqida yaxshi ta'riflar berdi. Lekin unda ham baribir o'sha jumlalardan qocholmadi jurnalist. Imkoniyati cheklangan insonlarga e'tiborli bo'lishimiz kerak, mehribon bo'lishimiz kerak kabi jumlalar bilan ko'rsatuvni yakunladi. Lekin baribir umuman olganda, agar solishtiradigan bo'lsak, Hudud informatsion dasturining yondashuvi menga juda ham yoqdi. Yana bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Bosma nashrlarda Alisher Navoiy kutubxonasida ko'z ojiz kitobxonlarga yaratilgan sharoit bo'yicha maqola bor edi. Infolib gazetasida, mana nomi ham esimda qolibdi. 2 sahifali maqola o'zi Dilmurod. Maqolaning nomi imkoniyati cheklangan foydalanuvchilar hamisha e'tiborda. Va xuddi shu tartibda 2 sahifali maqolada 11 marta imkoniyati cheklangan, 1 marta nuqson va yana 1 marta shu ko'rish imkoniyati cheklangan. Xullas, shunaqa diskriminatsion iboralardan tashkil topgan maqola xullas. Mana shu kontentlar juda odamni nima qilgan. Ozod aka, hozir men endi ko'pgina balki jurnalistlarimiz bir roliga kirib sizdan so'rashim mumkin, nimasi yomon? Imkoniyati cheklangan bo'lishiga qaramay qanchalik ilhom baxshida qilyapti yoki imkoniyati cheklangan iborasi chiroyliroq emasmi? Nogironligi bo'lgan shaxs degandan ko'ra nimasi yomon bularni iboralar va umuman Ariel Group ham ularga xayriya tarqatgan bo'lsa, ular o'ksik qalblarga baxtlik ulashgan bo'lsa, nimasi yomon? Yaxshi-ku bular deb so'rashim mumkin sizdan. Shu savolni beryapman. Avvalo, imkoniyati cheklangan mana kishida nimadir, masalan, men deylik, nimadir o'rganishim uchun, mayli, o'zimdan misol qilib o'raylik, boshqalarga tegib qolmasin. Nimadir o'rganishim uchun, nimadir nima qilishim uchun, o'zimda qandaydir ko'nikmalarni hosil qilishim uchun ko'zi ojizlik meni birinchi muammoim emas. Birinchi muammoim o'sha narsani o'rganishda menda layoqatning bor yo'qligi. Keyinchalik o'sha narsaga qobiliyatning bor yo'qligi. Ko'z ojizlik keyingi masalaga tushib ketadi-da. Va birinchi planga doim negadir nogironlik holati qo'yiladi va shuning uchun aynan mana shu narsani nogironlik holatining bor yoki yo'qligi insonga hamma imkoniyatni beradi yoki imkoniyatlarni cheklab qo'yadi deb tushunadi jurnalistlar. Mana shu eng katta xato. Aslida bizning imkoniyatimiz qayerda cheklanadi? Aslida bizning imkoniyatimiz, ya'ni nogironligi bo'lgan shaxslarning imkoniyati ijtimoiy munosabatlarga kirishganda cheklanadi. Ana shu yerda qandaydir bizga bo'layotgan munosabatdan boshlanadi. O'sha qulayliklardan boshlanadi. Ana shundagina odam shuna turgan holati, men hozir uyimda o'tirgan holatda imkoniyat cheklangan shaxs emasman. Lekin deylik ko'chaga chiqsam menda o'sha taktilning yo'laklarning yo'qligi, ma'lum bir do'konga borib kelish uchun menda qanday bir o'sha yo'llarni holatini rasvoligi yoki avtobuslarda bekatlarni e'lon qilinmasligi yoki deylik yo'llarimizni ahvoli og'irligi, liftlardan qavatdan qavat ko'tarilayotganda gapiruvchi dasturlarning yo'qligi, umuman infratuzilmani menga moslashmaganligi, ana shu yerda mening imkoniyatim cheklanadi. Yoki odamlarni men bilan ko'zim ojizligi uchungina gaplashmayotganligi yoki gaplashishdan uyalayotganligi, tortinayotganligi, ana shu yerda imkoniyatimiz cheklanadi. Bizda shunday nogironlikni o'zini imkoniyat deb biladi-da va iste'dod bilan nogironlik yoki layoqat bilan nogironlikning o'rtasida juda katta farq borligini tushunishmaydi. Shuning uchun bu jumlani bemalol qo'llashadi. Endi uni o'rniga o'sha nogironligi bo'lgan shaxs bu me'yoriy, xalqaro me'yoriy huquqiy hujjatlarda, qolaversa O'zbekistondagi huquqiy hujjatlarda ham nogironligi bo'lgan shaxs atamasini qo'llanishi belgilab qo'yilgan. Menimcha shu qonun qoidalariga amal qilgan holda mana shu jumladan oyog'iga o'tmaganimiz ma'qul.
Judayam ajoyib tushuntirib berdingiz. Rahmat katta Ozod aka. Manda yana shu xulosa qilib aytish mumkinki, bu yerda insonni nogironlik holatini birinchi o'ringa emas, ya'ni uni insoniyligini, inson ekanligini qo'yish kerak deyapsiz, to'g'rimi? Ya'ni Shunday. AQShda ham mana misol uchun shunaqa tamoyil bor. People first deyiladi, ya'ni birinchi navbatda insonni qo'yish. Va undan keyin uni holatini. Lekin bizda afsuski o'zbek tilida baribir ham nogironlik birinchi bo'lib tushadi, terminologiyada ham nogironligi bo'lgan shaxs aytiladi. Lekin ingliz tilida persons with disabilities deyiladi, ya'ni люди с инвалидностью. Rus tilida ham xuddi shunaqa chiqadi. Bu tamoyil sal buzilgandek his qilinadi, ya'ni terminologiyada o'zbek tilida. Bilmadim. Lekin gapingizga 100% qo'shilaman. Va yana qo'shib ketish kerak, radioda ishga kirmoqchi bo'lganingizda ham muammo sizni ko'rish holatingizda emas, balki shu jamiyatdagi nogironligi bo'lgan shaxslarga nisbatan shu diskriminatsiya desak, kamsitish munosabat. Biroz agar vaqt bersangiz, shuni qiziqarli bir keys aytib bermoqchiman shu bilan bog'liq. O'zi umuman radiodan ovozlar tanlashga kelgan paytda men darsga chiqa olmaganman o'sha kuni. Va menga aytishgan, radiodan odam keldi, shu odamlar nutqini tekshirishdi, boshqa qildi va raqam tashab ketdi. Bugun bo'lmagan talabalar agar qiziqish bildirishsa, darrov olib telefon qildim, xabarlashdim, gaplashdim. Va u menga har xil savollar bera boshladi. Nima deydi haligi? Xuddi gapga tutayotgan odamdek. Mana meni gapirdim. Keyin oxirida e'tibor bergan bo'lsangiz, men sizni ko'proq gapirtirishga harakat qildim. Ha, e'tibor berdim. Men ko'proq shu ovoz imkoniyatlaringizni bilmoqchi edim. Menga to'g'risini aytsam juda ham yoqdi. Ertaga soat 10 da kela olasizmi? Albatta boraman. Faqat bitta narsani oldindan aytib qo'yishim kerak, ya'ni borgandan anaqa qilmang. Oldindan aytib qo'ying. Menda ko'rish bo'yicha nogironlik bor. Shu masala muammo bo'lmasa boraveraman. Desam bir 10 soniyalik pauzalardan keyin bilasizmi, bo'lmasa biz siz bilan masofadan ishlaymiz, g'oya almashib turamiz. Ertaga ovora bo'lib qolmang, endi bu yerda baribir deb haligi bahona qidirishga tushdi-da. Lekin haligi xarakterimizdagi o'jarlik bor, baribir borganman. Hech bo'lmasa o'sha zapis efir beringlar menga, to'g'ridan-to'g'ri efir bermasanglar ham deganimda. Bu yerda rejissorlarim juda ham qattiq qo'l, sizni xafa qilib qo'yishadi, yo'q. Xullas haligi umuman mantiqsiz bahonalar bilan qaytarishgan. Bu afsuski odatiy holat. Bizda ham shu ochiq mehnat bozorida nogironlik so'zini eshitsa, shu bilan ko'pchilik ish beruvchilar yopiladi. Va chiroyli qilib eshikka ko'rsatib yuborishadi. Eng ayanchli holati mayli eshikka ko'rsatsa ham mayli, lekin bu normal holat deb qabul qilinadi. Ya'ni bizda sharoit yo'q, uzr, sizni xafa qilib qo'yishadi yoki rejissyorlarimiz qattiq qo'l, nima boshqalarga nisbatan qattiq qo'l emasmi? Faqat nogironligi bo'lgan shaxslarga nisbatan qattiq qo'lmadi. Bu narsa normal qabul qilinadi. Bu ayanchli holat menimcha shunisi. Shunaqa. Menda savollarim bor yana qo'shimcha. Agar tinglovchilarimizda marhamat mikrofonni yoqib berishim mumkin, savol bo'lsa. Bizda bir savol bor. Viloyat aholini ijtimoiy himoya qilish. Marhamat, mikrofoningizni yoqib bering. Assalomu alaykum. Surxondaryo viloyati nogironligi bo'lgan shaxslarni ijtimoiy himoya qilish inklyuziv markaz rahbari Muxtorova Nigina Rustamovna bo'laman. Hozir men juda ham kech kirgan ekanman. Ro'za Ramazon oyligi munosabati bilan salgina xonadonlarga borishimiz kerak edi, shu uchun kechroq qildim. Uzrimni so'rayman avvalam. Hozir qisqacha bir suhbatlaringizni eshitdim. Haqiqatdan ham xuddi shunday radio, televideniya orqali men ko'zi ojiz bo'lgan fuqarolarim a'zolikka bizning markazimizga kelib, kasbiy to'garak bo'yicha ham o'zlarini hunarlarini o'sha olib boradi-da. Bu holat bo'yicha hozir men bir narsani aytmoqchi edim. Men o'zim ham ikkinchi guruh nogironiman. Qo'l ostimda 2683 nafar nogironligi bo'lgan shaxslar ta'lim oladi va kasbiy to'garaklarga qatnashadilar. Hammasi ham o'rgangan hunarlarini markazimiz juda ham qisqa bo'lganligi sababli
uylarda o'sha kasbiy hunarlarini davom ettirib, o'zlarini moliyaviy byudjetlariga ozroq bo'lsa ham hissalarini qo'shib kelyapti. Nafaqat meni o'zim bu markazni ochishimdan sabab ular o'zini moliyaga yetishishni emas, ular o'zini hayotga bo'lgan qiziqishini, jamiyatda o'z o'rni borligini his qilish meni shu markazda birinchi maqsadim shu edi. Va albatta o'ylaymanki, kundan kunga hattoki to'g'ri yo'lni tanlay olmagan nogironligi bo'lgan shaxslarimiz ham bugungi kunda jamiyatga o'z o'rni borligini juda ham his qilib keladi. Chunki ular yaratgan asarlarni kimdir xarid qilsa, ular shod bo'lishadi, xurram bo'lishadi. Demak, qo'lidan bir ish kelayotganini bildirishadi. Yaqinda xabarlaringiz bor, men har bir suhbatda Oliy Majlisda ham mana shunaqa Zoom holatda yig'ilishlar bo'lganda hamisha Prezidentimiz chiqarilgan o'sha 2020-yildagi 641-sonli nogironlar qonunini hamisha shu maqsadda, shu yo'nalishda savol beramanda. Chunki biz aynan nogironligi bo'lgan shaxslarimiz ishonuvchan bo'lamiz. Masalan, bizdagi markazimizda ko'plar ishonuvchan. Ya'ni o'sha Prezidentimiz tomonidan chiqarilayotgan o'sha qarorlar, qonunlarni bizga imtiyozli holatlarni, imkoniyatlar kengligini, ochiq eshiklar yaratilayotganini ko'rsak, biz xursand bo'lamizda, aynan rahbarlardan o'sha narsani talab qilamizda. Lekin nima uchun rahbarlarni o'zlari aynan mana shu qarorlarga asosida ish olib bormaydi? Men balkim sizlarda ham shunaqa holatlar bo'lyaptimi? Men savolim shundan iborat edi-da. Yaqinda xabarlaringiz bor, Tanzilat Narbayeva ham kasbiy hunar o'rgangan o'g'il qizlarimizni, ya'ni nogironligi bo'lgan shaxslarimizni yarmarkalar tashkillashtirib, savdo yarmarkalarida o'sha mutasaddi rahbarlarni sotib olish to'g'risidagi xatga ham imzo qo'yib tasdiqladilar. Lekin ishonsangiz agar yarmarkamizga mutasaddilar keldi va bu nogironlar qo'l hunarini baholadilar. Hech kim juda chiroyli san'at asarlari deb baho berdilar, ko'nglimizni ko'tardilar, xursand bo'ldik. Birontalaringizni hunarlaringiz yerda qolmaydi. Mana shu yasagan hunarlaringizni, mana shu mahsulotlaringizni mutasaddilar sotib oladi ertaga dedi. Biz 3 kun kutdik. 3 kun kutdik, to'g'risini aytsak. Majburlab o'sha agarda bir 10 ming so'mlik mahsulot bo'ladigan bo'lsa, 100 ming so'mlik mahsulot bo'ladigan bo'lsa, shuni bor yo'g'i 20% sotdik xolos. Qolgani o'ksib qolishdi-da. Bu qanday holat ekanki, Prezidentimiz tomonidan chiqarilayotgan bu qarorlar, bu masalan 33-sonli qaror chiqdi yaqinda, kambag'allikdan farovonlik sari degan qarorlari, farmonlari ham chiqdi. Bunaqaga nogironligi bo'lgan shaxslarimiz bemalol o'sha pensiyasini olib boqmandalikni ko'payishi emasmi, agarda ularni mahsuloti baholanmasa, bir jamiyatga ularni kerakligini ular o'zlari his qila olmasa. Shu to'g'risida bir qisqacha sizlarni ham baribir tajribalaringiz katta, bir fikrlaringizni bilmoqchi edim. Oldindan rahmat. Rahmat. Sizga ham rahmat. Darhaqiqat aytib o'tish kerak, bugungi kunda o'sha 2016-yilda bugungi prezident Shavkat Miromonovich Mirziyoyev hukumat tepasiga kelgan bo'lsalar, nogironligi bo'lgan shaxslarni hayotini yaxshilash yo'lida juda ko'p g'oyalar, juda ko'p tashabbuslarni ilgari suradilar. 2017-yil 1-dekabrda 52-70 sonli juda katta farmon chiqqan. Nogironligi bo'lgan shaxslarni davlat tomonidan har tomonlama qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari degan. Mana shu farmonni o'zi nogironligi bo'lgan shaxslar hayotida tub burilish yasash kerak edi. Men nima uchun edi deb gapiryapman? Chunki buni ijrosiga kelganda, yuqorida opa aytganlaridek, shu ijrosiga mas'ul bo'lgan odamlarni qaysidir ma'noda bu sohani tushunmaydimi yo tushunishni xohlamaydimi yoki umuman bu boradagi haligi kompetensiyasi yo'qmi, o'zida xohish yo'qmi, xullas shunaqa turli sabablarga ko'ra mana shunaqa farmon qarorlarda belgilangan talablar o'z vaqtida bajarilmaydi yoki umuman bajarilmaydi.
Endi prezidentning butun faoliyati nogironligi bo'lgan shaxslarni hayotini yaxshilashdan iborat emasda. Boshqa yo'nalishda ham juda ko'p ishlari bor. Va shuning uchun ham turli sohalar bo'yicha mas'ul shaxslar qo'yilgan. Bir odamni o'ziga fizически va logически uddalash imkoni bo'lmaganligi uchun. Shu ma'noda o'sha mas'ul shaxslarda bu yerda juda ko'p muammo. Xuddi siz aytgandek, o'sha axborot sohasida ham xuddi shunaqa holat bor. Aynan o'sha 50-70 sonli farmonda aytib o'tilgan. Nogironligi bo'lgan shaxslar hayotini ommaviy axborot vositalarida tez-tez yoritish, to'g'ri talqin qilish, ularni qiziqishlari, ehtiyojlari, muammolarini alohida yoritib borish. Bu bo'yicha ko'rsatuvlar, radio eshittirishlar, internet kontentlari tayyorlash va shu bilan birga mana shu kontentlar orqali umumjamiyat va nogironligi bo'lgan shaxslar o'rtasidagi jarlikni qisqartirish, imkon qadar o'sha integratsiyani ta'minlash degan masala qo'yilgan. Lekin mana 8 yil bo'lyapti mana shu farmonda. Lekin oddiy o'zimizni bilgan sohadan gapiraylik, jurnalistikada aynan shu farmon asosida biror bir yangi ish qilinganligi yoki bir shu bo'yicha bir ijobiy o'zgarishlarni ko'rmadik-da. Xuddi shunday boshqa sohalarda ham mana shu ijrochilarni nimasi mas'uliyatsizligi tufayli bu farmonlar afsuski ijrosi u qadar faol emas. Yo'q deya olmayman, faol emas. Bir savol bor, ya'ni o'zi mana shu prezidentimiz qarorlarini, umuman hukumat qarorlarini, qonunlarni amalga oshirishda mana tanqidiy media, o'sha ommaviy axborot vositalari bo'ladi, bosmami, televideniyami. Chunki men ko'rsam, har kuni ko'rsam, mana O'zbekiston 24 kanalini yoqaman, O'zbekistondan baxtliroq davlat topilmaydi-da. Lekin ko'chaga chiqsangiz, nogironligi bo'lgan shaxslar bilan suhbatlashsangiz, doimiy bu yerda muammo, u yerda muammo, bu qonun ishlamayapti, u qonun ishlamayapti, bizni kamsitishyapti. Mana shu unda qandaydir bir tanqidiy maqolalar bo'lish kerakmi yoki jamoatchilik nazoratini kuchaytirish kerakmi yoki balki bunda mediani o'rni katta bo'lish kerak o'zi hozir eplay olyaptimi shu vazifani mediamiz? Bu bo'yicha qisman harakatlar bor deyish mumkin. Mana o'zingiz ham bevosita kuzatib borasiz, ko'p tok-shoular uyushtiriladi. Va bu tok-shoularga aynan o'sha nogironligi bo'lgan shaxslar taklif qilinadi. Bevosita mutaxassislar yoki fuqarolar o'zlari, ular o'sha yerda o'sha turli yo'nalishlarga doir, masalan, yaqinda bo'ldi o'sha yo'l harakat yo'lda harakatlanish bo'yicha ko'z oldingizda o'sha avtobus, nogironligi bo'lgan shaxslar, kechirasiz, jamoatchilik transportlardan, jamoatchi transportlardan foydalanish, jamoat transportlaridan foydalanish masalasi bo'yicha mana shu kabi ko'plab tok-shoular bo'ladi, e'tirozlar bildiriladi, takliflar aytiladi. Lekin baribir o'sha ijro masalasiga kelganda mediani vazifasi, mediani ham o'zini chegarasi bor-da baribir. O'sha uni o'zini imkoniyatidan kelib chiqib, mana shunaqa kontentlar tayyorlash mumkin, suhbatlar uyushtirishi mumkin, ko'rsatuvlar qilishi mumkin. Lekin bevosita o'sha ijroga borib aralashishga o'sha yerda uni chegarasi to'xtaydi. Endi yana o'sha mas'ul shaxslarni vakolatiga qoladi-da bu narsa. Media qayta aytavergan bilan agar shu bu bo'yicha mas'ulda shunaqa bir o'zida bir zimmasida mas'uliyat bo'lmasa, bu masalani ijobiy tomonga hal bo'lish masalasini bilmadim. Yaqinda o'sha avtobuslarda nogironligi bo'lgan shaxslarni harakatlanishi bo'yicha O'zbekiston ko'z oldida jamiyati ham tadbir uyushtirdi va o'sha yerda o'sha transport vazirligidan xodimlar kelishdi, umuman mas'ul shaxslar kelishdi. Savol beryapmiz, savolni mohiyatini tushunyapti, javob beryapti va o'sha o'zi berayotgan javobga o'zi ham ishonmayapti-da, Dilmurod, tushunyapsizmi? Masalan, bekatlarda deydi, tablolar qilamiz, avtobuslarni aytib turadigandek qilamiz. Vaholanki ko'p joylarda bekatni o'zi yo'q, faqat belgini o'zi bor. Men shu savolni berdim. Kechirasiz, tablo qilishdan oldin bekatni o'zini shakllantirish kerak emasmi? Masalan, men yashaydigan Yangi Hayot tumanida bemalol aytish mumkin, 5-6 ta bekatni o'zi yo'q. Shunday shu belgi qo'yilgan, shu belgidan bilib olishadi. Endi men orientir bilan bilaman o'sha yerda bekat borligini. Shu savollarni bersa, bu ham
rejalashtirilgan shu chora-tadbirlar belgilab olingan u yoq bu yoq. Shundan u yog'iga o'tolmayapti-da. Shuning uchun bu mas'ul shaxslarda gap ko'p. Judayam gap ko'p. Men o'sha televideniyadagi doimiy ko'rib boraman. Men yaqinda yana o'sha aytganingiz bitta chiqdi. Nogironlik bo'lgan shaxslarning muammolari degan. Qandaydir bir standart qolipga kirib qolgandek tuyulyapti menga. Ya'ni nogironlik bo'lgan shaxslarni chaqirib qo'yishadi. Bir tomondan, u tomondan davlat o'sha idoralari xodimlari, mutasaddilari keyin o'tan gapirishadi va mana shunaqa muammo, panduslarimiz yo'q, unaqamiz yo'q, inklyuziv ta'lim bo'lmayapti, unaqa bo'lmayapti deb, keyin shu bilan hamma xayrlashib, tamom. Siz aytganingizdek, u dasturdan nariga bormayotgandek his qilyapti menga to'g'risi. Aslida bunaqa ko'rsatuvlar o'sha mas'ul shaxslarga juda yaxshi shpargalka vazifasini o'taydi aslida. Agar tushunsa-da shuni. Chunki muammoni aynan shu muammoga duch kelayotgan odamlarning o'zi aytayapti. Uni sizga kimdir yoki qayerdadir emas, o'zidan eshityapti va o'shani masalan shundan kelib chiqib g'oyalar qilish mumkin, tashabbuslar, davlatga takliflar kiritish mumkin. Prezident aytadilar masalan ma'lum bir mas'ullarga, falon muddatda menga shu masala taklif kiritilsin deb. U taklifni qayerdan oladi? Mana bunaqa ko'rsatuvlarga mas'ul shaxslar bormasa, o'zini odamini jo'natadi, xodimini jo'natadi. Yoki borgani ham masalan o'sha takliflarni yozib olishdan yoki eshitib qo'yishdan u yog'iga o'tmasa. Aslida shu prezidentga kiradigan takliflar ham mana shunaqa ko'rsatuvlardan, mana shunaqa suhbatlardan, debatlardan shakllanadi-da. Shakllanishi kerak. Lekin bizning sharoitda afsuski unday deb bo'lmaydi. Tushunarli. Agar tinglovchilarimiz qo'l ko'tarib o'z savollarini berishingiz mumkin. Mirsaid Muxtorov, marhamat. Mani savolim, boya yaxshi narsalar haqida gaplashyapmiz. Faqat bitta savol. Hozir o'zingiz aytdingiz-ku, 13-noyabrda tadbir bo'ldi. Ko'z ojizlar jamiyati tomonidan Eliel guruh bilan birgalikda u yoq bu yoq deb. Xayriya qilishga ko'z ojizlar jamiyati kabi tashkilotdan o'zi provotsировать qilmayaptimi shunaqa lavhalar chiqishiga? Ya'ni ular o'zi provotsировать qiladi-yu lavhalarni, jurnalistlar osmondan yozmaydi-yu. Shuning uchun aytmoqchi bo'lganim, balki ko'p NNOlarning fikrini o'zgartirishimiz kerakdir. Chunki o'shalarga nogironligi bo'lgan shaxslar kiradi. Shunga qanaqa fikringiz? O'sha bir safda yoki o'sha media jurnali orqali. Men bilaman, ko'z ojizlar jamiyatining ko'p faoliyati xayriyaga bog'langan. Yoshlarga vaqti qizig'i yo'q ko'z ojizlar jamiyati hozir, to'g'risini aytaman. Menga shaxsan darim qizig'i yo'q ko'z ojizlar jamiyati nima qilayotganligi. Misol uchun. Chunki meni hayot tarzimga to'g'ri kelmaydi ular qilayotgan ishi va faoliyati. Nima uchun men bunday amal qilishim kerak? Nimaga bular o'zgarmayapti va ya'ni bu непосредственно bog'liq emasmi demoqchiman jurnalistlarning o'zgarishiga. Rahmat. Qiziqarli savol. Endi o'zi avvalo tadbir haqida gapiradigan bo'lsam, u yerda masalan Yunusobod tuman bo'limida qanchadir foiz aholi o'sha a'zolar ma'nosida aytyapman. Shu 110 ta bugungi kunda a'zo bo'lsa, shu a'zolarni masalan nechtasidir mehnat bilan shug'ullanadi, nechtasidir ta'lim bilan, nechtasidir o'qiydi masalan, nechtasidir ishlaydi. Shunaqa bir yig'ib suhbat qilish. Shunchaki haligi bir-birimiz bilan xabardorlik masalasi ko'tarilgandi. Masala o'zi shu edi. 13-noyabrdan kelib chiqqan maqsad, tadbirdan kelib chiqqan maqsad shu edi. Keyin endi bu tadbirlardan bevosita xabardor bo'lgancha aytyapman. Va Baxtiyor akaga, o'sha Yunusobod tuman bo'limi raisiga, Eliel guruhni o'zi tashabbus bilan chiqqan. Shunaqa biron bir tadbir yo'qmi nogironlar kuni shu 13-noyabr? Ha, menda tadbir bor. Shu olimlarimiz bor, yangi yo'nalishda ishlayotgan odamlarimiz bor. Shular bilan suhbat qilmoqchiman. Shunchaki ularning faoliyatini tanishib, rais sifatida ulardan xabar olish ma'nosida bir tadbir tashkillashtirmoqchiman deganda, shu tadbirga biz borsak bo'ladimi degan. Va o'sha yerda suhbat ham aynan mana shu mavzuda bo'ldi aslida. Bu yerda bir opamiz bor, 3 ta tilni biladigan. U opa bilan til o'rganish muammolarini haqida gaplashishdi, ko'z ojizlarni. Yoki operator bo'lib ishlaydigan opamiz bor. Ular bilan ko'z ojiz odamni operator sifatida faoliyat yuritishda qanaqa muammolar va to'siqlar bor. Savollar asosan shu doirada bo'ldi. Masalan, mendan ilmiy ishim haqida so'rashdi.
talabalardan nima muammosi borligini so'rashdi. Umuman o'sha 13-noyabrga xos bo'lgan mavzudagi tadbir bo'ldi va endi kelgan mehmonlar, homiylar oxirida tadbirning oxirida o'zini hadyalarini ulashishdi. Lekin o'sha berilayotgan lavhalarda, o'sha Sevimli kanalda berilgan lavhada faqatgina o'sha sovg'alar berilayotganligi, boyaginday o'ks qalblar, bu. Lekin hududda aynan o'sha qiziqishlardan kelib chiqqan savollarni, rejalarni, maqsadlarni berib, oxirida bitta lavha qilib ko'rsatdi o'sha sovg'a, ya'ni xayriya paketlari berilayotganligini. Lekin lavhani umumiy mazmuni baribir o'sha 13-noyabrga bag'ishlanganligini yaxshi yoritib berishdi-da. Bu yerda jurnalistning pozitsiyasi degan tushuncha ham bor-da, Mirsayev. Ana shu pozitsiyani to'g'ri yo'lga qo'yish kerak. Endi Ko'zozlar jamiyatining bugungi kundagi faoliyati haqida gapiradigan bo'lsak, men u yerda o'sha matbuot bo'limida, ya'ni shu Tiflomediani matbuot sifatida qabul qilishgandan beri o'sha matbuot bo'limida ishlayman. Endi ularning haligi bugungi kundagi faoliyatini sizni qoniqtirmayotganligi yoki ko'zozlar jamiyatini, ko'zozlar hayotida qay darajada roli bor yo'qligi, bu nima uchun bugungi kunda bunday holat borligi haqida menimcha o'sha mas'ul shaxslarga berganingiz ma'qul bu savolni. Lekin tan olaman. Sizni fikringizga men ham qo'shilaman. O'sha ko'zozlar jamiyati ko'zi ojizlarni ijtimoiy hayotdagi rolini kerak bo'lsa to'g'ri belgilab bera oladigan va ularning shu integratsiyasini ta'minlashda eng muhim organ sifatida faoliyatini yuritish kerak va bugungi kunda bu narsa biz kutganday ahvolda emas. Shuning uchun Bitta taklif bor aka shu joyda minbar uchun. Balki jurnalistlar universitetida treninglar qilish kerakdir nogironlik masalasi bo'yicha. Balki misol uchun yoki shu kabi masalalar bo'yicha bir studentlarni yig'ib, balki endi bu masala чтобы bo'layotgancha yaxshi bitirib chiqish uchun siz har holda o'tda ishlaysiz-ku. Dissertatsiyamizda ham aynan shu. Dissertatsiyangiz bor-ku. Dissertatsiyamizda ham aynan shu masalani ko'targanman. Bu yerda nogironligi bo'lgan jurnalistlar ham bor-da. Nogironligi bo'lgan jurnalistikada o'qiyotgan, nogironligi bo'lgan talabalar ham bor. Ikkita muhim masalani qo'yganman dissertatsiyada. Nogironligi bo'lgan jurnalistlar kompetensiyasini oshirish. Buning uchun o'sha ularga qulay muhitni yaratish. Ta'lim olishida, masalan, deylik, o'sha eshitishda nogironligi bo'lgan insonlar uchun surdo переводli video darslar yoki ko'z ojizlar uchun audio formatdagi darslar. Va shu bilan birga nogironligi bo'lmagan talabalar uchun nogironlar hayotini talqin qilish bo'yicha qanaqadir bir treninglar o'tkazish, seminarlar o'tkazish, bu bo'yicha qandaydir bir fikrlar berish masalasini ham ko'targanman va bu biz rejamizda bor. Ilmiy rahbarimiz bilan bu haqida gaplashganmiz. Faqat endi buni o'sha tartibini, kunini bu bo'yicha o'sha gaplashadigan endi faqat o'zim o'tsam to'g'ri bo'lmaydi deb aytaman. Masalan, balki ko'z ojizlar jamiyati bilan hamkorlikda, balki sharoit plyus nogironlar jamoat birlashmasi bilan hamkorlikda mana shu narsani yo'lga qo'yishimiz kerak. Va bugungi kunda yana bir qiziq narsani aytishim mumkin sizga. Bakalavr yo'nalishida nogironligi bo'yicha, nogironlar masalalari bo'yicha kontent tayyorlashga qiziqayotgan, bu bo'yicha savol berayotgan, hattoki bitiruv malakaviy ishini yozayotgan nogironligi bo'lmagan talabalar ham bor. Demak, qiziqish sekin-sekin shakllanyapti. Juda og'ir qadamlar bilan bo'lsa ham, faqat shuni to'g'ri yo'lga qo'yishimiz kerak, rivojlantirishimiz kerak va siz aytgan o'sha treninglar biz rejamizda bor. Agar kunlari belgilansa, balki mana Dilmurod bilan bu bo'yicha tajribasi katta Dilmurodmi? Birga bu ishni amalga oshirishimiz mumkin. Katta rahmat Mirzayev savol uchun, juda ham dolzarb. Bizda yana bir tinglovchimiz bor, Zilola Tashpo'latova, marhamat. Assalomu alaykum hammaga. Mening savolim shundan iboratki, men Turkiya davlatida yashayotganimdan beri ko'ryapman va ko'p narsalarni solishtirish imkoniyati bo'lyapti menda. Turkiyaning 8-9 ta shahriga borib yashadim, hozir ham yashayapman.
ko'ryapmanki, nogironligi bo'lgan shaxslarga achinish, ularga bechoraga qaragandaqa qarash degan narsa yo'q bularda. Va nogironligi bo'lgan shaxslar shu darajada tashqarida erkin yurishadi. Hatto o'sha jismoniy ko'rish bo'yichalarga imkoniyatlar qilingan. O'sha apteka, dorixonalar deymizmi yoki o'sha kiyim-kechak olish magazinlariga borib kelish yoki shunga o'xshagan qanaqa o'zini ehtiyojini qondirish kerak bo'lgan joylarga borish, teatrga masalan, konsertlarga ketdik. Ko'rdimki, ular shu darajada ular uchun shunaqa yo'laklar qilingan, svetoforlar hammasi signalniy faoliyat qilyapti. Hech qanaqa bir nima deydi, u cheklov man endi ko'rdim bitta-ikkita bular ko'zdan chetda qoladigan unaqa muammolar. Lekin hozir mana biz gapirdik, sharoit bor, bularni ko'chaga chiqish imkoniyati bor, bemalol o'zini o'sha ko'chalarda ko'rsatish yoki o'zini o'sha o'qishiga borish, ishga borish va har bir tashkilotida nogironligi bo'lgan shaxslar davlat tashkilotlarida faoliyat qilayotganligini ko'rdim va teatr sohasida qo'shiqchilik bo'yicha mani qo'shnilarim bor, ko'rish bo'yicha nogironligi bor ulardayam va teatrda faoliyat qiladi u qiz. Masalan, man so'radim, bir-ikki marta gaplashdim. Qanaqadir shu teatr faoliyatida, sahnalarda senga bir cheklov bo'ldimi yoki sani bir nima deydi, shu ko'rish bo'yicha holating bo'yicha sani chetlashtirish yoki bu sohadan bir o'ylanib qabul qilish degan holatlar bo'ldimi deganimda, yo'q, birinchi o'rinda man ko'ryapman, faqat uni nogironlik holati ikkinchi, uchinchi darajada, hatto qobiliyat birinchi darajada bo'lyapti-da. Bularni kasb tanlashida nogironligi bo'lgan shaxslar o'sha qanaqadir sohada faoliyat olib borish bo'yicha birinchi o'rinda bularni qobiliyati ko'rib chiqilyapti-da. Man shu taraflarni shunaqa hurmat qildim. Nimaga bizda unaqa emas? Birinchi o'rinda nogironlik holatida bizda ko'rib chiqiladi ishga kirsangiz ham yoki birorta ayniqsa san'at sohasida yoki teatr, bu kino, televideniya sohalarida bizda judayam cheklovlar katta va NNlarni aytmoqchiman. Nima bu ko'zi ojizlar jamiyati, karlar jamiyati yoki umuman shu NNOlar hammasi man Gruziyada ko'rganimda ular davlat bilan hamkorlikda ishlaydi va namoyishlar qilishadi. O'sha o'zlarini e'tirozini televideniyada shunaqa zo'r olib chiqishadiki, televideniyada har bir mavzuni olib chiqish Turkiyada ham, Gruziyada ham shu darajada erkinki, bizda televideniyalarda ham cheklovlar bor. Masalan, bu mavzuni olib chiqolmaymiz, bu mavzuni qilolmaymiz. Ular o'zini xohishiga ko'ra olib chiqadi. Ammo Gruziyada ko'rdim va Turkiyada ham ko'ryapman, NNOlar mana shu ommaviy axborot vositalari vakili bilan shu darajada aloqalari yaxshiki, o'zlarining maqsadlarini, o'zlarini o'sha nogironligi bo'lgan shaxslar masalalarini to'g'ri yoritish, to'g'ri olib chiqish bo'yicha NNOlar shu darajada zo'r ishlaydiki, bu ommaviy axborot vositalari ikkalasi NNOlar bilan har doim hamkorlikda, birgalikda va ma'lumotlarga ega bo'lgan holatda televideniyada yoritiladi. Shunga ko'ra insonlarni o'sha tushunchalari ham nogironligi bo'lgan shaxslarga nisbatan achinish shunaqa holatda emas. Nima bo'pti, shu qobiliyati birinchi o'rinda degan narsa borda. Endi bizda men savolim shundan iboratki, nima uchun biz faqat endi kamchiliklarni u bu demasdan biz mana shu holatni mana shu Gruziya davlatida yoki Turkiya davlatida ko'rganimdek yaxshilanishi uchun hozir bir nima deydi, keraklik, asosiy nima vazifalarni qilishimiz kerak degan manda savol har doim, har kuni bo'ladi-da. Shunga siz nima deb o'ylaysiz Ozod aka? Faqat masalan audio kitoblar yoki biz bunaqa narsalar bilan ko'p natijaga erisha olamiz deb o'ylamayman. Biz yanayam boshqacharoq bir harakatlar kerak deb o'ylayman. Shunga qanaqa qaraysiz? Rahmat avvalo savolingiz uchun. Nogironligi bo'lgan shaxslarning muammolarini ommaviy axborot vositalari yoritilishi masalasida boya yuqorida aytib o'tganimdek, baribir birinchi o'rinda kompetensiya yetakchilik qilish kerak. Bu masala bizda muammo. Shuning uchun o'sha bizni muammolarimiz qaysidir ma'noda to'g'ri talqin qilinmaydi va
balki shuning uchun ham o'zini joyiga yetib bormaydi. Endi infratuzilmalar masalasida bu ham shu boya aytilgandek mas'ul shaxslarga qaratilishi kerak. Ularni shu vijdoniga havola deymizmi, mas'uliyatiga havola deymizmi? Davlat bilan hamkorlikni to'g'ri yo'lga qo'yish kerak. Mani birinchi yechim sifatida shuni aytishim mumkin. Masalan, deylik, faqatgina bitta audio jurnal faoliyatini yo'lga qo'yish bilan yoki bitta ko'rsatuvda davra suhbat qilish bilan muammo hal bo'lmaydi albatta. Hamkorlikni to'g'ri yo'lga qo'yish kerak. Va o'sha davlat organlarida nogironligi bo'lgan shaxslardan ham vakillar bo'lishi kerak. Haligi konvensiyada bitta shior bor-ku, biz haqimizda faqat biz orqali. Mana shu nimani yo'lga qo'yish kerak. Ya'ni kim shu muammoga duch kelayotgan odamni o'zi aralashmaguncha, uni sizga birov tashqaridan kelib chiroyli sizni ko'nglingizdagidek hal qilib bermaydi. Masalan, oddiy hayotda ham nimanidir o'rganish uchun o'zingizda layoqat bo'lmasa, ming zo'r pedagog bo'lsa ham, endi sizga masalan shu nimani ko'nikmani sizda shakllantira olmaydi. Shuning uchun hamkorlik birinchi masala boya aytganda va o'sha davlat organlarida, kerakli nuqtalarda, hamma joyda ham demayman. Imkoniyati bor joy bor, yo'q joy bor. Kerakli nuqtalarda shu nogironligi bo'lgan insonlarda vakillar bo'lishi kerak va o'sha vakillar holatni mas'ul shaxslarga to'g'ri yetkazib berish kerak. Men o'ylayman, o'sha rivojlanayotgan joylarda ham aynan shu masala chiroyli hal bo'lganligi uchungina holatlar ijobiy tomonga hal bo'lyapti. Turkiya haqida gapirdingiz. Turkiya davlatida men ham bo'lganman. Darhaqiqat o'sha eng chekka tog'li hududlarda, Zonguldak shahrida bo'lganman. O'sha Zonguldakda ham Qora dengiz bo'yigacha taktil yo'lakcha bor, ko'zozlar uchun. Ishoning, Qora dengizni qirg'og'igacha taktil yo'lak bor. Yoki o'sha pastlikka qarab tushib ketiladi, Qora dengizni qirg'og'iga borish uchun va tepaga yana qaytib chiqib olish uchun tayanch harakat a'zolarida nogironligi bo'lgan insonlar uchun alohida liftlar bor. Bu narsalar balki ularda o'sha mas'ul shaxslarni o'zini ishini yaxshi bilishi bilan bog'liqdir. Balki media orqali ta'sir o'tkazishda jurnalist kompetensiyasi yaxshiligi bilan bog'liqdir. Balki o'sha nogironligi bo'lgan insonlarni aynan davlat organlarida faoliyatni yaxshi yo'lga qo'yilganligidan ham bo'lishi mumkin. Men o'sha ko'zozlar federatsiyasi, ular ko'rlar federatsiyoni deydi, o'sha ko'zozlar federatsiyasi bilan suhbat qilganman bu bo'yicha. Ular aytadiki, o'sha bizni o'sha qarorlarda bevosita nogironligi bo'lgan insonlarni ham fikri inobatga olinadi. Va ularning ko'pchiligi jamiyatda o'sha vakil bo'lib kelgan insonlarning 8 tacha vakil kelgan. Shuni bir 4 tasi advokatda. 4 tasi advokat, huquqshunos, mana shunaqa o'zining huquqlarini to'g'ri talab qilishni ham biladi. Va o'sha fikrini davlatga o'tkaza oladi. O'tkaza oladi qaysi ma'noda? Davlat hurmat qilib, ularning ham fikrini inobatga oladi. Balki bizni o'zimizda ham o'zimizni huquqlarimizni yaxshi biladigan yaxshi huquqshunoslar kerakdir. O'zimizda ham o'sha davlat bilan na уровень deydi-ku, tengma-teng o'sha hamkorlik qila oladigan vakillarimiz bo'lishi kerak. Shu masalalar shu orqali balki muammolarni yechish mumkindir. Katta rahmat Ozod aka. Zilola, sizga ham savol uchun rahmat katta va ma'lumot uchun. Turkiyada qanaqa ekan juda ham qiziq. Balki siz bilan ham alohida bir suhbat qilishimiz kerak Zilola. Turkiyada vaziyat haqida. Zo'r bo'ladi, xudo xolisa. Rahmat. Bizni vaqtimiz ham o'z nihoyasiga yetib qolyapti. 1 soat ham o'tib ketibdi. Men ham hozir endi qaradim soatga. Ozod aka, sizga katta rahmat. Shuncha vaqt ajratib mazmunli suhbat uchun va takliflar uchun. Menda shu oxirgi bir yakunlovchi savol bor edi, tavsiya savol deymiz. Mana shu inklyuziv mediani rivojlantirish va umuman o'zbek media olamida nogironlik va inklyuziya masalalarini yoritishda to'g'ri yo'nalishga o'tkazishimiz uchun nimalardan boshlashimiz mumkin? Masalan, o'zimiz oddiy bir fuqaro sifatida mana Mirsayit aytib o'tdilar, o'sha jurnalistika sohasi talabalariga trening seminarlari o'tish, ularning savodxonligini kuchaytirish. Undan tashqari yana qanday choralarni qilishimiz mumkinki, shu vaziyat o'zgarsin? Shu umid baxshida qiladigan bir javob kerak bizga. Men o'zi buni dissertatsiyada mavzu oxirida xulosa qismida ham yozgan edim. Boya aytganimdek,
mana shu sohalarda o'qiyotgan talabalardek bilan o'sha inklyuziv muloqot ko'nikmalariga bag'ishlangan seminar treninglardan tashqari alohida bir inklyuziv jurnalistika degan bir yo'nalishni kiritish kerak. Va bu yo'nalishni kiritib bizda bir tushuncha bo'lib qolishi mumkin. Inklyuziv jurnalistika yo'nalishida faqat nogironlar o'qish kerak degan tushuncha bo'lib qolishi mumkin. Yo'q, ana shunday bo'lmasligi kerak. Inklyuziv jurnalistikada demak bevosita o'sha nogironligi bo'lgan insonlarni muammolarini yoki ularni hayoti, faqat muammo demaylik, yashash tarzi, faoliyatini qanday o'rganishdan tortib, uni ommaviy axborot vositalarida qanday taqdim etishgacha bo'lgan o'sha bosqichlarni to'g'ri yetkazib beradigan o'sha pedagoglar ishtirokida mana shu yo'nalishni faoliyatini yo'lga qo'yish kerak. Menda bu takliflar bor. Ilmiy rahbarim bilan bu haqida gaplashganmiz. Balki rektorga yaqin o'rtada kiritarmiz bu yo'nalishni. O'zini o'sha talablarini, konsepsiyasini ishlab chiqqan holda. Keyin bunga masalan o'sha jurnalistikaning o'zining ijtimoiy vazifalari borda. Ma'lum bir voqeani tasvirlash, tahlil qilish va ta'sir o'tkazish. Ya'niki biror bir holat haqida jurnalist o'zi tasvirlaydi, bevosita tasvirlaydi va o'zini imkoniyat doirasidan, ya'ni bilim doirasidan kelib chiqib tahlil qiladi va mana shu voqea asosida umumjamiyatga ta'sir o'tkazadi. Ya'ni o'zi tayyorlayotgan kontent bo'yicha. Mana shu vazifalarni to'g'ri yo'lga qo'yilgan shu inklyuziv jurnalistika yo'nalishini tashkil etish, bu bo'yicha alohida qo'llanmalarni chiqarish va men yana bir fikrni ilgari surgandim. Bugungi kun jurnalisti uchun tavsiyalar dasturini ishlab chiqish. Bunga nimalar kiradi? Bunga jurnalistning pozitsiyasini to'g'ri belgilab olish, muammoni, ya'ni nogironligi bo'lgan shaxslarning hayoti, faoliyati qaysi qismi bo'yicha demak u maqola tayyorlamoqchimi, o'sha yo'nalishni yaxshi o'rganish va bu yerda qo'llayotgan jumlalari, fikrlarni to'g'ri tartiblash va mana shu kontentni ta'siri bo'yicha mas'uliyatni his qilish. Ya'ni men ertaga jurnalist sifatida buni radioda, televideniyada, matbuotda, internetda bersam, bu ertaga nogironligi bo'lgan shaxsning hayotiga qay darajada ta'sir o'tkazadi degan savolga o'zida javob bo'lish kerak va bunga mas'uliyat bo'lish kerak. Endi bu narsani boya yuqorida Mirsayev ukamiz aytganlaridek, o'sha seminar treninglardan boshlab alohida yo'nalishga ulab, keyinchalik balki o'sha bunga nafaqat o'sib kelayotgan jurnalistlar, balki mutaxassis bo'lgan jurnalistlar, bugungi kunda faoliyat yuritayotgan katta jurnalistlar o'rtasida ham qandaydir bir treninglar o'tishimiz mumkin. So'rovnomalar o'tkazishimiz mumkin. Dilmurod, esingizda bo'lsa, biz o'sha Jahon banki bilan mass media hamkorligida inklyuziv muloqot ko'nikmalari bo'yicha trening o'tkazgandik. Mana shu treningni yana ham o'sha rivojlantirilgan holatda, yana ham bir boshqacharoq ko'rinishda katta jurnalistlarga, televideniyalarga, radioga borgan holda, o'sha radio kompaniyalariga, matbuot uylariga borgan holda, jurnalistlar uyushmasi, AOK deymiz masalan, ularga borgan holda o'tkazishimiz kerak. Baribir bu narsani sekin-sekinlik bilan bo'lsa ham singdirishimiz kerak. Baribir foydasi yo'q, bizda bunday bo'lmaydi degan bilan to'xtab qolmaydi. Uni biz qilishimiz kerak. Boya yuqorida aytganimdek, nogironligi bo'lgan shaxslarning o'zini tashabbusi bilan bo'lishi kerak. Va siz bir nechta joyda mana shunday bir yuqori kompetensiyadagi tadbirlarni o'tkazing, buni xaridori ko'payib ketadi. Faqat to'g'ri yo'lga qo'yish kerak. Qadamni to'g'ri qo'ya olishimiz kerak. Ko'rib, o'tkazibdi-da degan xulosaga kelish kerak emas. Mana shundagina biz xudo xolasa yaxshi natijalarga erishishimiz mumkin. Ozod aka, katta rahmat. Menimcha bu takliflar asosida biz ham hamkorlikda albatta ishlaymiz. Yaqinda o'sha mass media jamg'armasi bilan ham alohida Zoom tashkil qilgandik va albatta bu yo'nalishda ular bilan ham hamkorlikda ishlashga reja qilib qo'yganmiz. Xudo xolasa. Barcha tinglovchilarimizga rahmat, savollar ham uchun rahmat. Ozod aka, sizga ham sog'lik, salomatlik tilab qolamiz va rahmat. Kelgusi faoliyatingizda bir safda va Tiflo Media shu audio jurnalida ham ulkan muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. Rahmat katta. Rahmat hammaga e'tibor uchun va biroz agar biz jumlalarimizda xato ketgan bo'lsa, birozgina
tartibida xato ketgan bo'lsa, hammaga oldindan uzr va sog'liq bilan bog'liq muammo uchun ham uzr, o'rtada ancha nimalar bo'lib qoldi. Va kimdadir agar yana qiziqish bo'ladigan bo'lsa yoki hamkorlikni yo'lga qo'yish niyati bo'lsa, bemalol biz ochiqmiz, tayyormiz. Hammaga rahmat, ketgan vaqtinglarga rozi bo'linglar.